Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada gajırız, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü islağa 2022 yıl 7. ayının 4. günü. Amerika Qo'shma Shtatlarının devlet bayramı günü. Ata Xudo xohlasa 7. ayının 5. günü. Qadimiy Uyg'uristonning qadimiy poytaxti Urumchi shahrida kudretlik namoyish portlab, Uyg'ur xalqi o'zining kuchini, Uyg'ur yoshlari o'zining kuchini, o'zining orzusini, o'zining adolat qarashlarini va adolat ko'z qarashiga yarasha mustamlik hokimiyatning hisob berishini, masalan Xitoyning Guangdong o'lkasi Shaoguan shahrida urib öldürülgen vatandaşları, qarindoshlarning hisobini berishini, bir uchoq aniqlama topshirishini, ular nima uchun vafot bo'ldi, nima uchun urib o'ldirildi, buning isbot berishini, adolat bo'yicha isbot berishini, hatto shundaqdimi Xitoyning e'tirof qilmasaqmi, lekin mustamlik Uyg'uristonga tangan qonuni bo'yicha bir cevap berishini talab qilib, Urumchi xalqi shu kunda o'xshashla G'o'lja ili o'lkasi, Qashqar o'lkasi darhol bostirilgan bo'lsinmi, un chiqolmay, tovush chiqolmay bostirilgan bo'lsin bu o'lkalarda. Hisobda butun Uyg'uristonda buning uchun ko'tarilgan namoyish dunyoga zilzila paydo qilgan namoyish bo'lib ataldi. Men bu nerenlik inqilab deb atadım. Çünkü Uyghur yaşlarının qo'lida qurol yo'q edi. Bir tal jini yo'q edi. Bir tal kesak yo'q edi. Hech narsa. Hech narsa yo'q edi. Ularning Xudoy yaratgan ikki qo'li va so'qib turgan ikki yuragidan boshqa hech narsa. Hech narsa yo'q edi. Bu namoyishning oxirgi hisobda Xitoy hukmronlar guruhining Uyg'uristonga avatgan gubernatori Wang Liuchuanni o'zining taxtidan, huquq saltanatidan ag'dirib tashlaydigan bir namoyish bo'lib dunyoga namoyon bo'ldi. Bu kun 2009 yil 7. ayning 1. kuni edi. Bunda ko'tarilish Uyg'urlar tarixida birinchi qatim emas. Ve shundaqla bunda ko'tarilish, bunda namoyish Uyg'urlar tarixida eng oxirgi qatim emas. Uyg'urdagi hayot, Uyg'ur yashayotdi. Kun o'tib turdi, yillar o'tib turdi. Uyg'urdagi yashayotdi bu namoyish Uyg'ur uchun balki eng oxirgi namoyishmi emas. Bu yangi boshlanishmi emas, lekin Uyg'ur yoshlari o'zini bir qatam ko'rsatib qo'ygan bir namoyish edi. Adolat, tanglik, barobarlik, qarindishimiz, vatandoshimiz Guangdongda Shaoguanda o'ldi, hisobini ber. Lekin shuning uchun Xitoy hukumati rahmsizlik bilan o'q chiqarib bu namoyishni bostirdi. Tinch yo'l bilan bo'layotgan namoyishni bostirdi. Uyg'ur yoshlarini bostirdi. Uyg'urning ko'chalarida, Urumchi ko'chalarida qon to'kdi. Xitoy jallodlik qilishini o'yin to'p bu namoyishni bostirdi. Men dedim boshda gubernator Wang Liuchuanni og'dirdi. So'rashtirsak vatandoshim, mavzudan 10 yil madaniyat inqilobi qo'zg'adi. Maqsad nima edi? Siyosiy o'zgarish qilg'ichilar bo'lsa, shularni adablayman, ordini tozalayman, partiyani tozalayman dedi. Lekin qo'lidan kelmadi. Oxiri o tozalamoqchi bo'lgan Deng Xiaoping, o haydab chiqarmoqchi, ordidan chiqarmoqchi bo'lgan Deng Xiaoping 10 yil davomlashgan madaniyat inqilobining oxirida Mao Zedongning huquq qasriga kirdi. Balki Mao Zedongdan olqib ketgan Mao Zedong siyosatni yurgizdi. O Deng Xiaopingni og'dirib tashlaganmidi. Hammasi o'xshash mal edi.
Hatta tallap algan, mavzun tallap algan izbasar dep hesaplagan Lembiyamı mavzunu öğrümekçi bolgan edi. Hatta sucu bilen Hangzhou oturusida tümür yolda to'xtatib qo'yib mavzun olturgan poyezni shu yerda partlatib mavzuni yo'qotmoqchi bo'lgan edi. Qo'lidan kelmadi, qilolmadi. Oxiri harbiy aeroplan oltirib Vindurxanda, tashqi Mong'oliyaning Vindurxan shahrida o'ldi. Mening demoqchi bo'lganim, bularning mushu partiyaning, mushu hokimiyat sarkillarining, mushu mustamlika hokimiyatning kurash ishida turib o'zini o'zi qo'g'dayman deb boshlagan kurashlarda o'zini qo'g'day olmay, yo'qtiman degan arboblarini yo'qtamay Mavzdong mag'lub bo'ldi. Keyingi sağda Deng Xiaoping mag'lub bo'ldi. Anadan keyin Lembiao mag'lub bo'ldi, lekin Uyg'ur g'alaba qildi. 2009-yil 7-oyning 5-kuni Uyg'ur g'alaba qildi. Tunji g'alaba. 70-yillik hukmronlik davrida aytganda Uyg'urga qullachi mustamlikchilar hukmronligi ostida yashagan Uyg'ur Wanglochani shu kuni shu yili 2009-yili ag'dirib gubernatorni Beijingga yo'lga solib qo'ydi. Bu namoyishning ulug'ligi, bu namoyishning qat'iyligi va jasurligi, bu namoyishning jangovarligi Uyg'ur millat ro'yining jangovarligidir. Uyg'ur siyosiy madaniyatining pishib yetilganligining simvolidir va amaliyatidir. Bu shundaqli Uyg'ur millat ro'yining yanada chaqlab turayotganligini, yanada jangovar holat ekanligini isbotlab beradigan namoyishdir va yoki hozirgi zamon tili bilan aytganda ranglik inqilobdir. Uyg'ur bu inqilob bilan Xitoy markaziy hukumati Xinjiang Uyg'ur Abnum rayon degan joyga, ya'ni qadimiy Uyg'uristonga mustamlika, Xitoy qo'l ostidagi mustamlika Uyg'uristonga avatgan gubernator Wang Lochuanni ag'dirib tashlagan namoyishdir, ag'dirib tashlagan Uyg'ur yoshlaridir. Biz bu kuni xotirlaymiz abadi. Biz mi ölüp ketimiz bu dünyada, lekin Uyg'urning avlodi adaqcha. Bu kunni tarixdagi qaysi kunlarni hammani Uyg'urning avlodi xotirlaydi. Herkes unutmaydi.